Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, videolarimizni kuzatib boruvchilar. Bugun 30-iyun kuni 2026-yil. Oliy navlik biyago'mizlarimiz sotuvga tayyor holatga keldi. Kimga sifatli biyago'miz kerak bo'lsa, mana marhamat. Xudo xolasa 4 tonnaga yaqin biyago'mizlarimizni elab qo'ydik, harakat qilib. Oliy navlik biyago'mizlar mana sifati. Ko'rib baho beraverasizlar. Undan tashqari yana biyago'mizlarimiz bor, mana salafanlab 7-8 tonna biyago'miz ustini yopib qo'yganmiz. Ular elanmagan, bosqichma-bosqich xudo xolasa elab boramiz. Mana bu ikkinchi sort biyago'mizimiz karovat setkada elangan. Ikkalasining ham sifati bir xil oliy navlik bilan, faqatgina ko'rinishda farqi bor, shuning uchun narxida ham farqi bor. Mana bu karavatda elangan. Mana bunisi esa oliy navlik biyago'mizimiz. Mana bu 0.5 mm lik setkada elangan. Mana ko'zlari 0.5 mm lik setka. Bundan chiqqanim o'zi mana oliy navlik biyago'mizimiz. Mana shu o'rtada biyago'mizlarni to'plab qo'ydik. Xudo xolasa shu 1 tonnacha biyago'mizimiz qoldi. Buni ham bir g'ayrat qilib elab olsak. Keyin mana shu o'rtani o'sha ikkita chekadagi bioreaktorni qo'shib turib, go'ngda tashab, chuvalchanglarni, ya'ni bioreaktorni kengaytirib olamiz. Kimga sifatli biyago'miz va Kaliforniyaning qizil yomg'ir chuvalchanglari kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz 97 244 44 06. Manzilimiz Uzun tumani, Yangi Ro'zg'or mahallasi. Yetkazib berish mutlaqo bepul. Chuvalchanglarni o'rgatish ham mutlaqo bepul. Zishligini bir ko'rsatib o'tib ketaman. Qo'ldan kelguncha. Endi bu yerda ozuqalar tugagan, ozuqa tashlashimiz kerak. Shunday bo'lsa ham bir ishlar jarayonlarini mana ko'rsatib o'tib ketaman. Qo'ldan kelguncha ko'rsatdik. Chuvalchanglar zich, bu yerdagi ozuqalar tugagan. Men ustiga ozuqa tashlashimiz kerak. Chuvalchanglar harakati, ishlashi. Lichinkalari mana oq. Hozirgi kunda hozir tuxum uncha saqlanib turmaydi. Tuxum tug'adi-yu ochib yuborishadi. Issiqda. Sovuq kunlar, bahor, kuz, qish kunlarida tuxumlar saqlanib turaveradi. Hozirgi paytda tuxum topish qiyin, sababiga tuxumni saqlamasdan chuvalchanglar o'sha lichinga qo'yib yuborgan bo'laveradi. O'zlarini ko'rib baho beraveradilar go'sht holatda. Biyago'mizlarimiz narxiga keladigan bo'lsak, oliy navlik biyago'mizimiz 2000 so'm. Yetkazib berish mutlaqo bepul. Uydan xarid qilib olib ketsalar, xaltalab mashinalarga yuklab beramiz 1800 so'm. Ikkinchi sort biyago'mizimiz esa 1500 so'm. Uydan olib ketsalar 1200 so'm qilib beramiz. Undan ham hali yana elaymiz. Chuvalchanglarimiz narxiga keladigan bo'lsak, o'rgatishi va yetkazib berish mutlaqo bepul. 3 ta banan korobkasi 1 million so'm. Zich holatda qilib beramiz. Omon bo'linglar, kunlaring xayrli va barakotli o'tsin.